Hammaga avvalambor assalomu alaykum qadrli YouTube do'stlar. Sizlar bilan Kaizen va bugungi videomizda kechagi Open Case'imizni davom ettiramiz. Bizning balansimizda 7000 tilladan oshiqroq tillamiz bor va biz har doimgidek Mistitskiy konteyner ochamiz va bugun 12 talisini ochamiz. Xo'sh, ko'ramiz bizga nimalar tushar ekan. Qani unda go. Qani katta birinchisi Mistitskiy konteyner, ikkinchi o'rin. Hop 16 ta qoldi. Cho'ta bizda internet uzilishlar uchun uzr so'rayman hammadan. Qani birinchi mini Mistitskiy konteynerimizni ochib olaylikchi. Va qanaqadir Tanks Blitz o'zi bizga sovg'a qildi bu konteynerni. Ну, yaxshi. Demak, menimcha endi tanklarning orasidagi ochilishi 2 sekund bo'layapti. Tushunarli. Yaxshi. Tak точно. Bu narsa meni asabimni buzishyapti. Lekin mayli. O'ylamaymiz. Qani nimalar tushar ekan bu narsalardan. Aytganim mini Mistitskiy konteyner bizga prostoki Tanks Blitz tomonidan sovg'a qilindi. Xo'sh. Nimalar tushar ekan? No. Yo'q joydan bizga bonus juda ham yaxshi va bizda 17 ta Mistitskiy konteynerimiz bor. Qani sertifikat 10.000 svobodniy opt va boshqalar juda ham yaxshi. Hop 500 tilla juda ham yaxshi. Omadimiz kelyapti akalar, opalar, ukalar, singillar deganda. Qani go deydimi? Go bo'lsa go. 100 ta. Aytganimdek bu narsa meni asabimni buzyapti, lekin e'tibor bermaymiz. Bizda maqsad yaxshi narsalarni tushirib olish. Xo'sh, endi taktika qilamiz. Xo'sh. Qani tushunarli. Bitta chiqib ketamiz, tillaga bosib chiqib ketamiz va yana qaytamiz. Qani go. Xo'sh. No, o'xshamadi desa ham bo'ladi. Qani ketdik. Xo'sh. Akalar, omadimiz keldi. Taktikamiz ham o'xshadi va yana 5000 tillali bo'ldik. Bu juda ham yaxshi va ishlatgan tillamiz o'rnini deyarli to'ldirdik. Deyarli emas, to'ldiribmiz. Bu juda ham zo'r. Qani unda go. Xo'sh. Yaxshi, juda ham yaxshi. Nolimaymiz, juda ham yaxshi. Sotib olgan tillamiz o'rnini qopladik va bizda hozir yana chidasa bo'ladi. Xo'sh akalar, bizda 7 ta Mistitskiy konteyner qoldi, birinchi urinli va boshqa konteynerlarimiz ham bor. Buni ham ochamiz. Aytganimdek bu narsa men jonimga tegdi, asabim buzyapti. No mayli, o'ylamaymiz va ochishda davom etamiz. Xo'sh. Bizga 100 ta zolda. Taktikani yana qilib ko'ramizmi akalar? Nima deysizlar? Sotib olgan tillamiz o'z o'rniga tushdi. Juda ham yaxshi. Xo'sh. Nima tushar ekan? Po'qam tushgani yo'q akalar. Kutmanglar. Bu tank bitta erkalab hamma pullarni shilib olishni kutmanglar.
Нормальный. Xo'sh. Tak. Yo'q. Men uka degandek qildi. Yana ochib ko'ramiz. Va deganimizcha qoldik akalar. Tushunarli. Ukam keyinroq o'ynab keldi-da. Xo'sh. Bizda yana bu konteynerlarimiz ham bor. Konteyner Prosta kosmos. Xo'sh, bitta dona bu. Ochamiz. Bundan nima tushar ekan? Men ham bilmayman. Qani? Hop. Yaxshi. Xo'sh, mistik konteyner 3-o'rinni oxirida ochamiz. Mistik konteyner 2-o'rinni ochamiz. Xo'sh. Qani? Buni ochilishi chiroyli ekan, 1-o'ringa qaraganda. Biz bilgandik, biz kutgandik deydi-yu, o'shanga o'xshab biz kutmagan narsalarni ber. Tank split. Biz kutmagan narsalarni bizga ber. Qaqshatqich zarba ber bizga tank split. Xo'sh, 500 tilla, yomon emas. Xo'sh, bizda Mistitskiy konteyner 3-o'rin va bizga tushadigani yaxshi bo'ladi. Tak, qani ko'ramiz. Sertifikatdan bizga Matilda papa. Afsuski bu tank bizda bor, bu esa bizga kreditga aylanadi. Xo'sh. Mana ko'rishinglar. Sotib olgan ekanman va uni menga qaytarib berdi. Yaxshi, xo'sh. Va bizda Snejonka bor. Yangi yil munosabati bilan Tank Blitz bizga ko'p narsalarni bergan. Undan avval biz ko'ramiz. Xo'sh, qaraymiz. Bundan tushunarli. Nima qilamiz akalar? 10 ta qilib qo'yamizmi? Qaranglar. Bu yerdan 9 ta. Va bizda o'tangadan bitta. Mana 500 tillaga ochib ko'ramiz. Va bo'la qol endi. Kutamiz akalar. Har holda biz O'zbekistonda o'tiramiz. Bizda internet uchadi. Juda ham tez uchadi bizda internet. Hattoki Tank Blitz o'yini ham, magazinda ham jinni bo'lib qolay deyapti bu tezlikka. Va unaqa emas-da endi. Biz buni ham to'ldirib qo'ysak bo'lar ekan akalar. Qachon endi biz buni? Qachon? Xo'sh. Yo'q, hech narsa. Biz unda buni o'rnidan to'ldiramiz. Bizga 2 ta berar ekan, bu juda ham yaxshi. Tushish ehtimollari bor. Va hozir biz qaytamiz akalar. Xo'sh, akalar biz qaytdik va bizda mana sotib olgan konteynerlarimiz bor va birinchi urindan boshlaymiz. Va bizga hech vaqo tushmaydi, orzu ham qilmaylar deydi-yu, o'shanga o'xshab. Tushib beradi, ehtimol juda ham kam akalar. Mana va aytganimdek, xo'sh. Bunda biz 10 ta qilamiz va 10 tadan bizga garantirованный narsasi tushishi kerak bo'ladi.
9-si edi va 10-si demoqchi edim. Kasali tutarkan va hop chotki ketyapti, chotki tilla tushmadi, lekin konteynerlarimiz bor. Sertifikatimiz, konteynerimiz bor. Xo'sh, konteynerimiz 3-urinda. Ehtimollar juda ham kam, mana ko'rishingiz mumkin. 1000 zoltani hammasini mana. Xo'sh akalar, tavakkal qilamizmi? Albatta. Tavakkal biz ikkinchi ismimiz. Har bitta keys, open keys qilgandan ikkinchi ismi tavakkal bo'ladi akalar. Mana ko'rishimiz mumkin. Bizda ikkita sertifikatimiz bor va birinchisiga biz 5-uringa bir bomag'ir tank olamiz, premium. Yo'q, endi bu sertifikatni biz taktika qilamiz akalar. Taktika. Va oh, yaxshi. Menda bu tank yo'q edi. Juda ham yaxshi tank, premium tank. Xo'sh, bizni bu tankimiz qani endi. VK. Ha, mana akalar. Xo'sh, mana ko'rishimiz mumkin. Yonidagi ekranlari bor, ya'ni zashitalari bor. O'q uncha-unchaga o'tmaydi bu tankdan. Zoltani bosib olaymi? Hamma narsalarni qo'yib qo'yamiz. Kamuflyaj juda ham yaxshi, ya'ni plus taraflari bor. Nima plus taraflari bor deb so'rasanglar, plus taraflari shu maskirovkaga zo'r, yaxshi. 2%, 1% bo'lsa ham ancha plus bonuslar bo'ladi kamuflyajga. Va bizda xo'sh, bitta snejniy shart tushib bersa ham juda ham yaxshi bo'lar edi. Va normal. Bundan nima tushadi? Ko'ramiz. Biz bilgandik, biz kutgandik. Bizga nima deysizlar? Yana ochamizmi bundan? Xo'sh akalar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Sizlarga yoqimli tomosha tiladim. Boshida ham va oxirida ham. Sizlarga yoqqan bo'lsa bitta like va komment. Dirsulatni bosib ketamiz. Aytgancha podpiska ham esdan chiqmasin. Keyingi videomizda xohlasangiz 10-uring, xohlasangiz bo'lsa xohlagan urviningizdagi tankni so'rang. Agar menda bo'lsa yoki xohlagan urviningizni so'rang, o'sha urvindagi tankda o'ynab sizlarga yaxshi o'yin ko'rsatishga harakat qilaman. Va bilmaganlar uchun bizda asosiy urvin 5-urindan 10-uringacha. Любой farqi yo'q. Hammasidan bor. Yetarlicha. Va sizlardan izohlarni kutib qolaman. Joninglar sog' bo'lsin, omon bo'linglar.